Namuncha xunuk bo'lib ketyapsan? Basharangni qara, uroting chiqib ketganmi? Mani uyimga bugun yoshligimdagi eng yaqin dugonam kelgan. Mani uyimda rostini gapirtiradigan choylarim bor. Toza choy mahsuloti. Ketdi, uni hozir sinab ko'ramiz. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zing qanaqasan? Yaxshi, bolalaring Uydagilar yaxshimi? yaxshimi? Yaxshi. Sanga shunaqa zo'r choyim bor, bilasanmi? Voy, ranglarimcha chiroyli. Toza choy mahsuloti. Qani? Ol. O'rta, rostayam senga havasim keladi-da. Qo'ling ham shirin. Juda ham seni yaxshi ko'raman-da. Manam seni yaxshi ko'raman, o'rta. Hoy, o'rta. Namuncha xunuk bo'lib ketyapsan? Voy. Basharangni qara, uroting chiqib ketganmi? Mana shirinliklarni qara, snekersli pirogingni yeb bo'lmaydi umuman. Bilasanmi, yoshligimizda bitta gap bor-ku, ana orqangga gapirib yuradigan qizlar bor-ku, sen hammaga yomonlab yurarding. Mana shu narsalarni men o'rgatganman-da qizlarga. Ha, seni hammaga yomonlab tashlayotgan qiz men bo'laman-da o'zda. O'rta, sen rostini gapirtiradigan, haqiqatlarni gapirtiradigan toza choylardan ichding. Yo'q. Ichma boshqa yetadi. Men farq qilasan. Kim yana haqiqatlarni bilmoqchi bo'lsa, toza choy mahsulotlaridan olib ichinglar.